o'quvchim, yuragingizda o't, bilagingizda kuch-qudrat bor ekan, O'zbekiston dunyoda o'z o'rnini egallab borayotgan bugungi kunda biz kimmiz, kimning avlodimiz degan da'vatga munosib bo'ling. Ustozlardan olgan bilimingizni o'z hayot yo'lingizda tatbiq qilasiz degan umiddamiz. Aziz bitiruvchi, o'qib o'rganish, doimo taraqqiyot cho'qqalarini egallashga intilib yashashda hamrohingiz bo'lsin. Ilm-fanga intilib yashang. Jamiyatimizga kerakli inson bo'lishga, yaxshi inson bo'lishga muvaffaq bo'lasiz. Aziz bitiruvchilar, mustaqil hayotga qo'yayotgan ilk qadamingiz qutlug' bo'lsin. Tilagim o'chmasin yongan chirog'ing, quyoshdek porlasin chashmi charog'ing. Magar chinor bo'lsang, chinordek yasha, bevaqt buzilmasin biror yaprog'ing. Bo'lay desang bog', yo vatonga posbon, yo osmonda uchishi, yo dengizda surishi, nimaiki qilsang tila, bariga o'qish kerak. G'am kelganda kuyib ketmang, baxt kelganda suyunib ketmang. Sokin yasha, vaqtida yasha, o'zingizni ehtiyot qiling. Ko'ngil hali ko'rib turganda, yurak hali urib turganda, oyoqimiz yurib turganda, o'zingizni ehtiyot qiling. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar va o'quvchilar. 2019-2020 o'quv yilimizning oxirgi kunlari onlayn tarzda yakunlanish arafasida turgan ekanmiz. Shu munosabat bilan 256-maktab o'qituvchilari sizlarni chin qalbdan tabriklaydi. Bu dunyoda tug'ilar odam, sen ulardan bo'yga chiqadi. Erta endi sen bosib qadam, o'ylab o'sgan o'quvchimiz. Onang azlasin tinglar, ulg'ayib qalbda vatan tuyg'usi. Yurma boshning qaddingni bukib, ajdodlar tutunlar Seni kutar yorug' kelajak, yangi hayot senga bo'lajak. qalbda dasting olam ko'rajak, ko'kdagi oftov bo'lmoqchi. Qilgan niyatingiz ijobat bo'lsin, yurgan yo'llaringiz gullarga to'lsin. Mehribon bo'l ota-onaga, sodiq bo'lgin ona vatanga. Ota-ona, vatan yagona, qarchindek asro o'tacak. Allohim sizga uzoq umrlar bersin, ishonchlarni oqlab Aziz bitiruvchilar, mana bugun sizlar orziqib kutgan hayajonli damlar arafasida turibsiz. Shu fursatdan foydalanib men sizlarga o'zingiz xohlagan oliy ta'lim muassasalariga kirishingizni omad tavsiyalardan qolaman. Kelgusi hayotingizda o'z yo'lingizni topishingizga ishonaman. Yo'limizga intizor bo'lamiz. Fidomiz Bir-biridan farq qilayotgan yig'layotgan ko'zlarimda yosh. 11 yil o'qtar shu aziz dargoh, 11 yil sizu biz yelkadosh hamroh, ilm-hunar o'rganamiz, ko'nglingiz charaq, bugun ostonada turibsiz aziz o'quvchi. Qadrli shogirdlarim, parvozingiz baland bo'lsin. Mustaqil hayotga qo'ygan qadamingiz qutlug', kelajagingiz parlaq, yo'lingiz esa nurafshon bo'lsin. Oq yo'l aziz shogirdlarim. Kamondek kasbkim olam umidin, senga farq bo'lmag'ay nag'moq chiqmoq. Jahondan bartamon o'tmak mayli, ilm hamrohida muvaffaq chiqmoq. Hazrat Alisher Navoiy yozganlaridek, inson hayotining dastlabki kunlaridan ato etilgan poklikni, samimiylikni, nafosatni, go'zallikni asrab qolgan holda o'zingiz sevgan, yoqtirgan kasblar egasi bo'lib, vatanimizning kelajagiga hissa qo'shishingizga umid qilaman. So'nggi qo'ng'iroq bilan dildan tabriklar. Zilol suvday tiniq bo'lgan baxt tilay. Umringiz boqiy ham mazmunli bo'lsin. Xonangiz quvonchu kuylarga to'lsin. Kamolot bog'ida yayray tabora, shuni orzu qilar biz muallima. Hayotingiz bahori yashnab bog' bo'lsin. Sizlarga baxt saodat doim yor bo'lsin.